2566 ta kommentariyadan bir kishi chiqadi, omadi bor, ketdi. 1 2 3 Jalolov. Mana shu. Jalolov 477. Jalolov 477. Hozir yozamiz. Hozir ko'ramiz qani. Palarovkan birinchi g'olibimiz. Qani haqiqatan obuna bo'lganmi? Obuna bo'lgan bo'lish kerakmi nima deydi? Obuna bo'lish kerak edi. Mana Jalolov Bo'lganmi? Podpiska bo'lganmi? Urguttuningga. Ha. Urguttuningga podpiska bo'lganmi? Hozir ko'ramiz. Yorug'lik sari Urguttuning. Urguttuningga podpiska bo'lgan ekan. Birinchi g'olibimiz Jalolov. Agar olgan Ketdi, ikkinchi g'olibimiz. Tayladim. Tamom. Azaka omadini bersin. Omad, hammaga omad. Boshla. Kamerani sal to'g'ri ushlang. Ana shunday. Men ushlay olmayman qo'lim bilan. Keyin. Mana davay. Aniqlandi. Ikkinchi g'olibimizni aniqladikmi? Ko'rsatamiz, ha. Qarang, kim? Muxtoromi. Kimni profili? Kim sherda bormi jonli efirda? Profil. Muxtoromi. Ikkinchi g'olibimiz. Uchinchisi lekin eng qaynog'i, eng tekini. Mana ko'rdilar. Eng zo'ri. Mana xuddi mana shu gilamnidagi, mana Instagramda ham shu. Muxtoromi. Sherdam akam, qanday bo'ldi, nima bo'ldi o'zi? Mana Yozib qo'y, endi profiliga tik-tik. Mana kirdi. Bu boshqa profil. Ha, bu screenshotga. Ha, aka siz yutdingiz akam Palarovka 50% dan Palarovkani yutdingiz bittasini. Polnaz akani oldiga kelib turib 50% ni berib Palarovka bittasini. Uchinchisini aniqlaymizmi Eng yo'qmi? oxirgisi akalar, eng qaynog'i turibdi. Kommentariy yozish kerak, kommentariya. Ket, uchinchi g'olibimizni aniqlaymiz akalar, eng hayajonli daqiqalar. 2566. Hech kim kommentariy yozmaganmi, komment ko'paymagan. Eng oxirgisi Palarovka bepul ketdi. Kimga omadini bersin? Ko'rsatamizmi yo'qmi? Ko'rsatamiz, ketdi. 1 2 3. Rajabboyev 238 yutdi. 8. Akalar omadni bersin, omadni. Bo'ldi, shu odamlar yutdi. Xemchiski ham egasini topdi, Palarovkalar ham egasini topdi. Azaka endi yana kattaroq o'yin qo'yamizmi yo'qmi bironta? Bizni kuzatish hali davom etingizlar. Hali telefon joylashtiray endi azaka shuni. Menga yozib qo'ying, men sizga yozaman. Bonni ertadan boshlab siz qanaqa mashinangiz bo'lsa, azakaga shunday borasiz, Xemchiska bepul qildirib beradi Rajabboyev. Bonni mashinangiz azakani o'zi. Jonli efirda endi kunlardir azakamday qolish mumkin, yuklab olish mumkin, ishonch bo'lish uchun. Shuning uchun omad hammaga. Rajabboyev 230